Bovam aytgan hikoyalar, qizim aytgan naqshalar. Chatni ün alg'udiranmisi? Buva, içim pişip ketdi. Hikoya aytib beraڭa buva. Keçip ketdi. Uyqunga qanmay ati maktabga kechikib qolsang-chu. Yo'q, aytib beraڭa. Bo'ptamisa. Tulkining taqsimoti degan hikoya qisqaroq. Shuni aytib beray. Kunlarning birida yo'lvoz, bo'ri, tulki uchi o'g'i chiqib, bir to'shqon, bir qirg'ovul, bir kiyik tutibdi. Bo'ri o'ljini mundoq taqsim qildi. Toshqon kichik jonivor ekan. Uni tulki yesin. Qirg'ovulni men yey. Yo'lvoz janoblari kiyikni yesin. O'zingcha odil taqsim qilganing bu. O kalva. Mana sening yeydiganing. Voy jon. Voy ko'zim. Voy ko'zim. Ko'zim qo'yilib ketdi. Endi qandoq qilib? Yolvoz janoblari, xafa bo'lmasizlar, men taqsimlab boqay. Toshqon janoblarining nashtaligi bo'lsin. Qirg'avul tushliklari bo'lsin. Kiyik kechlik tomoqlari bo'lsin. Agar janoblarni eshib qolsa, biz eg'iz degilar. Tulkibay, yaraysan. Bundaq adil taqsimotni sen nereden öğrendin? Voy taqsir. Buni men bo'rining chachirab chiqqan ko'zidan o'rgandim. Oy, qarab tursan-ku. Hikoya tugadi. Naqshangni boshla. Atlar çıktı alanga, yigirip badin hadamga. Hada hada to'qqizta, penni berib o'tinsa. Hada hada to'qqizta, penni berib o'tinsa.